Muhammad, Muhammad, Muhammadjon, turing uyqudan. Turing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshilarmi olib turdingizmi Muhammadjon? Alhamdulillah. Uyqudan turganda birinchi nima ish qilamiz Muhammadjon? Misvob ishlatamiz. Mashalloh, misvogingiz ham bor ekan, mashalloh. Qancha ko'p sunnatga amal qilsak, shuncha ko'p ajr savob ishlaymiz inshaalloh. Hamma sunnatlarni o'zini o'rnida qilishligimiz kerak. Undan keyin nima qilamiz? Duo qilamiz. Qaysi duoni o'qiymiz? Yodlaganmisiz? Aytingchi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Shu duoni o'zbekchasini ham bilasizmi? Bizga o'ldirgandan so'ng yana hayot bergan Allohga hamd bo'lsin, qaytish umiddir. Mashalloh. Bu duoni o'zi nima uchun o'qiymiz biz? Hamma yomonliklarni shayton va jin zararlardan amonda qolish uchun o'qiymiz. Mashalloh, mashalloh. Alloh sizga foydalilarni bersin. Alloh ota-onangizdan va jami ustozlaringizdan rozi bo'lsin. Mana hojatxonadan oxirgi bo'lib kim chiqdi? Men. Sen Fir'avnmisan? Yo'q, nimaga? Nimaga undan qurgan piramidani buzib yormading?